Do'stin aka, bu mahsulotni olyapsiz. Sizda qanaqa anavlar bor? Urug'lar necha yildan beri qo'yasiz? Bizlar 3-4 yildan beri shu urug'lantirish bilan shug'ullanyapmiz hozir. Buni ham yo'lga qo'yganmiz. Bizlarda barcha urug'lar mavjud. Simmental, Angus, Limuzin, Shved, Jersey, Belgiyskiy hammasidan bor. Xudoga shukr, hammasi yaxshi ishlayapti. Nasib bo'lsa mana apparatni oldik, ishimiz yana yengillashadi. Aka, bu barmoqlaringiz sinmas, shu odamniki ham bor deb o'ylayapsiz. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bizning kantorona qo'shonamizga Do'ston akamiz, Bekzod akamiz va Sheroz kursdoshim kelganlar. Do'ston akamiz mana shu mahsulotlarni sotib oldilar. Sheroz do'stimiz tavsiyasi bilan endi bizga olib kelganlar. Endi garantiyalar borligi uchun olib kelganlarda. Xo'p, Do'ston akamiz 25 ga magnezont, termometr, disk, detektor va pichoqlarni sotib oldilar. Ular bilan nimani ishlaydilar? Ichida sim bo'ladigan bo'lsa, detektorda aniqlab zontni olib beradilar. Bu yoqda pichoq ishlovlarini ham qilib ketaveradilar. Tuyoq kesish xizmati bo'ladi. Tuyoq kesish xizmati Samarqand bo'ylab Do'ston akamizda bor. Necha yillik tajribangiz bor ekan? 10 yillik. Va 10 yillik bo'lsa endi biz gapirmaymiz. Sababi o'zi yaponskiy tosh olganlardan ma'lum, yaponskiy toshdan hamma ham ishlata olmaydi. Opti katta odam ishlatadi. Xo'sh, bu yerda urug' qo'yadigan assimilyator oldilar, ishlatib ko'rsatishimiz mumkin. Do'ston aka, bu mahsulotni olyapsiz. Sizda qanaqa anavlar bor? Urug'lar necha yildan beri qo'yasiz? Bizlar 3-4 yildan beri shu urug'lantirish bilan shug'ullanyapmiz hozir. Buni ham yo'lga qo'yganmiz. Bizlarda barcha urug'lar mavjud. Simmental, Angus, Limuzin, Shved, Jersey, Belgiyskiy hammasidan bor. Xudoga shukr, hammasi yaxshi ishlayapti. Nasib bo'lsa mana apparatni oldik, ishimiz yana yengillashadi. Aka, bu barmoqlaringiz sinmas, shu odamniki ham bor deb o'ylayapsiz. Hazil. Bu apparatimiz nima funksiyalarga ega? Molimizda infeksiya tushishini oldini oladi va buning trubkalari qiziydi. Qish vaqtlarida juda asqotadi. Trubkalar qiziydi va vibratori bor. Va suvga chidamli hisoblanadi. Va video oladida mana egasiga qaysi vaqtda qo'yganlarini aytib berishlari mumkin. Mana falon vaqtda mana anada qo'yganmiz deb ayta oladilar. Xo'p, endi urug'ni qo'yib bo'lgandan keyin nima qilishimiz kerak? Urug' qo'ygandan keyin uzi qilish kerak. Do'ston aka, qo'l bilan necha oylikni bilardingiz? Qo'l bilan rektalni tekshirganimizda 2 oylikdan ziyodini tekshirib aytib berardik. Endi mana 2 oylik ziyod degani 2 oylik aka 3 oylik deyavering. Sababi men ham aka to'g'risi 3 oylikgacha sal payqardim-da. To'g'ri. Men ham adashgandan keyin uzi apparat olganman. Keyin mana sotishni boshlab ketganmiz-da. Nasib xudo. Akalar, bu nimani anglatadi? Bu degani urug'ingizni qo'yadi molingizga. Keyin 3 oy o'tkazmaylarda, demak 1 oyda uzi apparatda mol ushladi yo ushlamadligini ayta olasiz. Nasib xudo. Afzalliklari. Xo'p, bu Do'ston akamizga bergan uzi apparatlarimiz RKF T1 degan model. Bu suvga chidamli va so'nggi zamonaviy va videolarni ola oladi. Bemalol videolarni ko'rsatib, egasiga mana oldi deb videolarni oldirtirib ko'rsatishingiz mumkin. 27 sm chuqurlik ko'radi va 10 000 amperda ishlaydi va o'ta zamonaviy hisoblanadi. Endi Do'ston aka, uyni egasiga ko'rsatdingiz, videolarni oldirdingiz. Endi tuqquncha endi kutasiz baribir. Tuqqandan keyin xalqqa bitta video qilib barib qo'yishingiz kerak. Assimilyatorning ishi 1 yildan keyin ko'rinadi-da. To'g'risida. Uni ham chiroyli qilib qo'yamiz. Aka, gap yo'q. Uzi apparatni oldingiz. Endi sizlarda qaysi hayvonlar ko'p? Masalan, vodiyda ko'proq mol ko'rishadi, keyin ayrim joylarda ot bor. Bizlarga ham asosan mollar deydi, hozir otlarga, qo'ylarga ko'proq talab bo'lyapti. O'shaning uchun o'zi apparat olishga majbur bo'ldik. Bo'ldi aka. Mayda shoxli hayvonlar ponni 100% ko'rasiz tashqi tarafdan. Ularni ham 1 oylikgacha aniqlashingiz mumkin. O'zi optingiz ochsaga 23 kunlikdan bilib olasiz. Va boshqalar sekin ot ularni uni ham biz sizga hozir bu yerda o'rgatamiz va bizga telefon orqali aka videolarni tashlab turasizlar, biz tasdiqlab turamiz. Bo'g'oz ekan, oyligi shuncha ekan deb aytib turamiz. Ko'pchilikka mana shuni o'rgatamiz, sababi sizni bitta o'rgatishimizga kamida 100 ta mol kerak. 100% ni bilish uchun. Misol uchun endometriit degan kasalliklar hammada ham uchavermaydi. Kista hammada uchamaydi. U 100 ta molda bir uchab qolishi mumkin. O'shaning uchun bu yerda telefon orqali o'rgatib boraveramiz. Xo'p, shunaqa mahsulotlar kimga kerak bo'lsa va Do'ston akamizning xizmati kimga kerak bo'lsa Samarqand bo'ylab, hattoki Buxoro, bu yoq Qashqadaryoga ham chiqib ketaveradilar. Telefon raqamlarini pastga yozib qo'yamiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin. Do'stlar, mana o'rgatish jarayonidamiz. Bizlar akamiz mana Sirdaryo viloyati Xovos tumani Harbiylar mahallasiga kelganmiz. Akamiz sigirlarni o'zi bilan tekshirishga. Hozir uni tekshirib aytamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi navbatda tuz olish kerak. Opni ochgandan keyin aniq qilsa ham bo'ladi. O'tgan safar Rashid Turton shogird oldi va orqasidan mashaq qilib urdi-ku.
Mana sidik frak. Ko'rdingizmi? Mana kattaligini. Mana sidik ketdik dalchi. Sidik frak yo'qotmaymiz-da, ketdik. Mana matka. Matka chegarasi, mana bo'yinchalar ko'ryapsizmi? Mana. Hech narsa Yo'q, qo'yaman. Boshqa. Ichkariga bitta tashlab olamiz, matka bilan ketamiz, o'ynatamiz. Unda chapga. Bu hech narsa yo'q. Har doim katta mollarni ko'rgandan keyin, mana egasi endi 40 kunlik deyapti-ku. Mana shunaqa mollarga biron joyga borib qolsang, lekin pul ko'rganingizdan keyin yo'qmi sidik frakdan pastga bitta tashlab olish kerak. Sababi bilmaydi-da hech kim. Sabab siz bu yerdan ko'rib turib, voy kichkina deb matka pastga tushib ketgan bo'lishi mumkin-da. Hech narsa yo'q. Mana chanoq. Qancha vaqt bo'lgan? 35 kundan o'tdi. 40 kunlik. Sidik frak. O'tgan oy 25idan qo'shdi. Juda tez harakatlantiryapti. Sidik frak. Sidik frak aylanadi. Mana chanoq suyak. Mana shuni e'tibor bering. Bosib ko'ring, qo'lingiz bilan sezasiz. Suyak. Ko'pchilik o'shanga olib borib ko'radi-da. Mana sidik anus boshlanadi mana matka. Ustida tursiz. Endi bo'g'ziga bitta kerak, hozir ko'ramiz. Qo'limiz qisqa, ko'rdik. Endi boshqa mollarni ham ko'ramiz. Do'stlarim, mana Uzi apparatni ishlatish jarayonida biz kuzatishda davom eting. Qo'shlang aka. Bismillah. Buni bu yoqqa solib tushiraylik. Tushiramizmi? Hali shuni yutqizgan ekanmiz, uni ketar ekanman. Birinchi navbatda tozalab tashlanadi. Sekin. Apparatni yo'qing-da. Mana shunday. Aka qarang. Salgina bosing. Chakka aylantiring. Unga chapga. Sal orqaroq torting. Unga mana sidik frak ko'ryapsizmi mana? Sidik frak. Unga chapga o'ynating. Mana chanoq suyak. Ketdik ichkariga. Unga chapga o'ynatib boravering. Endi mana yerda regirovkalarni qilamiz. Demak, bizga ana kerak ekan. Salgina o'ynating chapga, unga sidik frak toping. Alentar sizga sidik frak orqaroq torting. Unga o'ynatib tortib olavering. Unga chapga, mana sidik frak topdik. Sal teparoq ko'tarib o'ynating. Ana shunday. Mana matkani chegarasi. Mana matkani tepasidan turibsiz. Hech narsa yo'q. Nima munglamadimi? Munglamadimi? Qayta? Baqirgan yo'qmi? Kuyiga kelmagandek. Urib qo'yayotganda turgandan keyin birinchisi hech qaysi ushlamaydi. Qiyin bo'ladi. O'zidan qo'ygansiz-ku. Shuncha egasiga aytamiz, ikolni qilamiz, keyin ikkinchisida keladi o'zi deymiz. Chaqirish kerak ular. Kitob bo'yicha. O'shaning uchun. Siz endi munglamagancha indamagansiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting, yana qolgan mollarni ko'ramiz. Nimalar ko'rinyapti? Mana. Ko'rdingizmi? Karinkollar ko'rinish boshladi. Ichkariga dalch ketdi. Belini sal qisqa. Hech shart emas, ozgina qo'lingizni o'ynating bo'ldi mana. Karinkollarni ko'ryapsizmi? Mana sidik frak, mana chanoq suyak, dalch ichkariga. Uni o'ynating o'ngga chapga. Mana. Mana karinkollarni ko'ryapsizmi? Mana ichkariga. Endi chuqurroq qiling buni. Karinkollar oq bo'lib ko'rinadi, Oq to'g'ri? bo'lib ko'rinadi, suyuqlikni ichida. Tushundingizmi? Sidik frak shuni o'tkazgandan keyin bo'ladi. Endi uzoqlashtiring aka buni. Yana. Xomlarni qanday tasavvur qilsa bo'ladi? Shu murtak shaklida ko'p bo'lib ko'rinadimi bunda ham? O'zi mana karinkollar bilan ko'rsangiz bo'ladi. Mana oylik xomlarda o'rlik kattasi. Tushundingizmi mana? Mana xomlar. Mana karinkollarni ko'ryapsizmi? Bu follikullarni ko'rdik. Bu karinkollar.